Hamkasblar, hozirgina O'zbekiston Superligasi 15-tur doirasidagi OKMK Nasaf uchrashuvini hozir ketdi. Biz o'yindan so'nggi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab jurnalistlar bilan muloqotda Nasaf ustozi Ro'ziqul Sa'dullayevich Berdiyev bo'ladilar. Avvalo Olmaliq shahriga xush kelibsiz. G'alaba muborak bo'lsin. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz. Assalomu alaykum barchaga. OKMK jamoasini kamga qilishiga bugun yo'l qo'ymadik. Ularda bu odat bo'lib qolgan, oxirigacha kurashadi. Biz juda ham yaxshi, kuchli jamoani, hozir eng yaxshi futbol o'ynaydigan jamoani safarda mag'lubiyatga uchratdik. Bu juda ham muhim edi. O'sha uchun biz menimcha juda kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Bu o'yin davomida tashabbus OKMK tarafda bo'lgandir, lekin biz himoyada yaxshi e'tiborli harakat qildik. Tekda vaziyatda olmagan. O'sha uchun o'ylaymanki, bugun muhim g'alaba bo'ldi. Bu bilan barchani tabriklayman. Og'ir, qiyin, himoyaga ko'p e'tibor qaratgan holda o'ynadik. Birinchi bo'limda biz yaxshi qarshi hujumlarga chiqdik-ku, ikkinchi bo'limda balki o'sha 2-0 bo'lganda ozgina tashabbusni raqibga berib qo'ydik. Bu yanada og'irroq bo'lishi mumkin edi. O'sha uchun gapim boshida aytdim, biz kamga qilishga yo'l qo'ymadik. Bundan juda ham xursandmiz. Savollar bormi? Kimda savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi o'yin qanchalik sabab bo'ldi? Vaqt bizni yarim jamoamiz hisoblanadi. U tajribali, mahoratliligini bugun ham bir marotaba ko'rsatdi. Birinchi bo'limda ikkita yaxshi vaziyatni qaytardi. Ikkinchi bo'limda ham o'sha golli vaziyatda ham u bizni burchat qilgan edi, qaytargan, lekin yigitlarimiz Olmasaliyevni ushlashga salchi bo'shliq qilishdi. Men o'ylaymanki, vaqtda bugungi g'alabaga yordami juda katta bo'ldi. Savollar bormi? Marhamat. Rahmat. Bevosita xalqaro musobaqalarga yaqinlashib ketmoqda. O'tgan yil mobaynida ko'rdikki, Nasaf jamoasi asosiy maqsadini O'zbekiston chempionligiga qaratib, xalqaro o'yinlarda ikkinchi tarkibda o'ynagan paytlarni ko'rdik. Ayni vaqtda jamoa O'zbekiston chempionatida yetakchidan 10 ochkoga ortda qolmoqda va hurmatni sizga hurmat qilgan holda aytamanki, ayni vaqtda chempionlik uchun asosiy navbat sifatida talab etilmaydi. Ayni shundan kelib chiqqan holda, jamoadagi moliyaviy holatdan kelib chiqqan holda, jamoaga moliyaviy holatdan yaxshi, finansiy tomondan yaxshi moliyaviy nima keltiradigan xalqaro musobaqaga balki moliyaviy masalamiz juda ham zo'r emas. Buni o'zlaring ham ko'rib turibsizlar. O'sha uchun biz mana o'sha transfer aknosida juda ham faol emasmiz, chunki sababi bor. Lekin bizning rahbariyatimiz harakat qilyapti, sharoitlar yaratib berishga imkon qadar. Albatta, bundan juda ham xursandmiz. Shunga qaramasdan yigitlar bor kuchi bilan, maydonda mahorat bilan borini berib o'ynashyapti. Bundan juda ham yana ikki karra xursandmiz. Albatta, o'tgan yili bu yilga nisbatan tarkibimiz juda ham o'sha yaxshiroq edi deylik. Chunki o'zlaring bilasizlar, 10 ta yaxshi o'yinchimiz tark etdi. O'rniga yoshlarni jalb qilganmiz. Shunga qaramasdan albatta chempionatda kamida o'rinlar uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bunga imkoniyatimiz bor. Endi Paxtakor bilan Neftchini olsak, boshqa jamoalarga nisbatan ular salohiyatliroq ko'rinyapti. Shuning uchun bunga albatta o'rinlar uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'sha xalqaro o'yinda qatnashamiz, albatta bunda ham munosib bo'lishimiz kerak. O'sha uchun ba'zi bir pozitsiya bo'yicha biz juda ham katta o'yinchi emas, pozitsiya bo'yicha o'yinchilarni taklif qilyapmiz. O'ylaymanki, ularning bizga yordami tegadi. Bo'ldi, boshqa savollar yo'q? Rahmat. Salomat, katta rahmat.